bunday qilib turib Dam kunda hamma istirohat bog'iga borsa, biz ish bog'iga bordik. Yo'lda shunaqa bitta mashina sig'adigan temir ko'prikdan o'tdik, dalalardan o'tdik. Yo'lda shunaqa tor yo'ldan changga botib, loyga botib, oxiri yetib keldik. Bog'imizda hamma mevali daraxtlar bor. Biz bog'da kartoshka o'tdik, kartoshka o'tib, pomidor chopgani o'tdik. Pomidor chopayotib esa yoshligini eslab bir o'ynab oldik. oldin yoshligimizda shunaqa pampa o'ynardik. Sizlar o'ynamidinglar? Porsin deydi uni. Pam deymiz. Taba ikkalamiz ham Buloqboshdamiz. Biz tomonda, ya'ni Uchtepada pam. Bu Naymanda porsin deylar ekan. Osinjo'lar, sizlar ham yoshliginglarda shunaqa loy o'ynaganmisizlar? Sizlarda nima deyilardi? Kommentariyaga yozib ketinglar. O'ynab oxirida loylarni osmonga otib, erim pul ko'p bo'lsa, erim pul shuncha bo'lsin deb otishni boshlasam, xotinjon qilig'ingiz o'ylang, tur undan ko'ra ish qilsa shunda boy bo'lamiz desa bo'ladimi, dadasi? Men ham past ketmadim. Men loy o'ynaymanmi, ish qilamanmi, men bo'lsam bo'ldi, boy bo'laverasiz dadasi desam, to'g'ri aytasiz. Gapingiz rost bo'lsa ish qiling deydi. Yana nima ham qilardi, erkaklarning hammasi bir yo'l. Aytgancha Osinjo'lar, bog'imizda shunaqa sara giloslar ham bor. Undan ko'ra mehmonga kelinglar, bir yayrab ketasizlar.